Yana bir bor assalomu alaykum Qubbon Chorva kanalining aziz obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, hoji ota, hoji onalarim. Mana bu bitta molimizni, qora molni aytganman, olgan pulimga beraman deb aytganimni, xudo xohlasa olgan pulimni aytdim. 25.500.000 so'mga olganman. Sizga beraman shu pulga dedim. Asakali akamizga nasib qildi, xudo xohlasa. Nima deydi? Hozir yuklash jarayonlarini ham ko'rsatib chiqarib yuboramiz. Olgan odam baraka topsin. Buni ehson deb tushunishlarini xohlamayman. Hali misol kimdir aytishi mumkin, men senga ehsonxo'rmanmi deyishlari mumkin. Bu molimiz hayitli akalar. Xudo xohlasa duo qilib qo'yasizlar. Sizlar duolaring bilan biz ko'karyapmiz. Olganga sotganga Alloh baraka bersin. Yuklash jarayonlarini ko'rsatib qo'yamiz hozir. Mana akalar, xudo xohlasa molni yuklayapmiz. Muhammadjon akam xizmatda. Mana xudo xohlasa yuklayapmiz. Hayitlik o'z egasini topdi akalar. Asakali akamizga berdi, 25.500.000 oldim, borini aytdim. Yo'l kirasini o'zi berib yuboradigan bo'ldi. Molni kelib ko'rib uydan olib ketishdi, ana bolachasi. Uydan o'zlari olib ketishyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaveringlar hammalarni. Mana bizda bor narsa haqiqat bo'ladi, anaqa yolg'on, yashiq narsa bo'lmaydi. Ehson deb tushunishlarini istamayman, hayitlik. Baraka topsinmi o'g'lim? Xayr qil hammaga, salom qil. Xayr. Mana molni kulyapti Muhammad aziz o'g'lim, ha? Like bossinmi kanalimizga? Yo'q. Bosmasinmi? Ha, bo'pti. Men bolasini ham kuylab qo'yapmiz. Ena bolani 25.500.000 ga berdi akalar. Gap isboti bilan bo'ladi.